Do'stlar, sizlar uchun mening bir xabarim bor. Men sizlarga aytgandim, 10 ta podpishchik va stream deb. To'g'rimi? Do'stlar, meni kechirasizlarmi? Men faqat 10 ta podpishchik yig'dim. Lekin YouTube menga aytishi bo'yicha, sen qachonki 50 ta podpishchik olasan va keyin sen shortlar qo'yaver va sen ana shundagina olasan. Ya'ni stream qila olasan deyapti-da chat. Men hozir meni kechirasizlar. Yana 40 ta obunachi podдержка qilib yuboringlar, keyin har kuni stream qilaman sizlar uchun. Stream snayperlar, obuna bo'linglar, keyin streamlarga kirasizlar. Streamda yutganga 10 ming so'mga bitta любой подарка. Xayr, chat bo'ldi. Sog' bo'linglar. Kechirasizlar deb umiddaman.